Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noqat Xorij motor kanal qatnashchilari. Bugungi 19-fevral 2024 yil biz Noqat o'yinga qarashli Qayroqach aylanib keldik. Şol yerda elda salom bilan mana ko'proq o'nglab жататgan motorlar qarangizlar. Ellar ishlab жатат. Eksport ishlab жатат. Deputatning to'rag'asi ishlab жататgan qilib жатат. Bu ko'chada Muzayev Avcı altında ko'cha yo'lini olib жатат motorlar qarangizlar. Birovni bu yoqqa qo'yinglar. Allah razı olsun ki senin dinleşilen konuşacak. Şununla birlikte ona o Karatay Abdullah'ına köçeye Moğol olgan. Bu köçeye men Moğol oldu. Onu kanadı. Beraqa boshni suvga o'chishni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz hazır geldik. Murun kaltı çıktı hazır. Karayip Abdullah'ın köçüge geldik. Şol yerde asfal köprek to'nglab turib motorlar qanaqa odamlar o'tiradi. Assalomu alaykum, taqsirlar. Ko'changizlar qulluq bo'lsin. O'nglab qolibdir. Sponsor bo'lgan keyin shundan kishidan ma'lumot berib qo'ysalar kim sizlar? Mana taqsirlar o'xshatadi. Taqsir. Assalomu alaykum. Sizlar qo'yinglar. Assalomu taqsir. Mana ko'prekka kim sponsor bo'ldi? Qancha pul ketdi? Shundan kishidan ma'lumot berib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Köprük'e hükümet tarafından 3 tonna sement, 167 metre armatür verildi. Anan Karatay Abdullah altında bolğandıktan Abdullah Aydın baldары 33 tap projektör alıp verdi. 2 latok koydu. Anan yerlik salım 82 bin gel çok. Hareketli işi var. Ha, yaxshi. Allah razı olsun. Asfalt bo'lsa yaxshi bo'larkan, bu ko'cha. Ergeçlik bo'lsa tuta qoldi. Ha. Uzun 1 kilometr chiqadi o'sha chiqaganda, tamam. 1 kilometr ekan. Bunun 6-ko'chada hozir Qaratay Abdullah'ning ko'cha. Hozir eng son tegiz ko'cha bo'lib qoldi. Shulchi. Ko'chalari ham yaxshi, buni ko'priklar ham, avtomobillar ham yaxshi. Kechinda kelsangizlar jorib bo'lib, yaxshi odamlar o'tiradi hozir. O'tirishadi ekan demal. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar, chiqsangizlar kirasiz. Noqat Xorij motor kanalida ham. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.